tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatdik. Ko'pchilik aytishadi, bu tomchilatib sug'orish yaxshi effekt bermaydi, uzumlarga chanqog'ini qondirmaydi yozgi kunida deydi. Bu bekor gap. Buni to'g'ri foydalansa, natijasi yaxshi bo'ladi. Ayniqsa bunga o'xshagan qiya joylarda, bu tomon tepalik, bu yoq pastlik, bunaqa suv yaxshi yurmaydigan joylarda juda yaxshi natija beradi. Biz boshlab buni ko'chat ekkan vaqtda bunaqangi bir martalik lentalar foydalanganlar biladi. Shundan foydalangandik. Boshlab ko'chat ko'kartishga bo'ladi bu. Endi toklarimiz kattadi, mana 3 yoshga o'tdi. Mana hosillarimiz berib boshladi. Endi kapelni tizimda 16 lik turbani tortdik, 16 razmerlik va bittadan dripper o'rnatdik mana. Tomayapti. Buni o'rnatishda faqat tokning tubidan o'rnatmash kerak. Mana oraliga. Bitta boqqa, bitta tub tokka ikkitadan o'rnatdik buni. Buni eng qulay tomoni tomizishini buni bunaqa burasa ko'paytirish, kamaytirish imkoniyati bor mana. Bu biroz ustanovka bo'ladi bu. Yosh katta toklarga mana ko'proq ochib qo'yasiz. Yosh ko'chatlarga burasa mana kamayadi. Odam xohlagandek ustanovka qilish mumkin. Endi buni tokni qondirish masalasiga kelsak, suv chanqog'ini gektar hisobida hisoblasak 300 metr kubdan 500 metr kubgacha suv sarflanadi bir marta sug'orishda. Gektar hisobida. O'shani taqsimlab chiqish kerak. Bundan qancha litr suv tomayapti? O'sha 300 metr kub suvni bersak, tok chanqog'i qonadi. Juda yaxshi natija beradi. Eng qulay tomoni bu. Hamma uzumlar bir xilda suv ichadi, bir xilda rivojlanadi. Ko'pchilik buni 1 soat, 2 soat tomizadi. Bunda tok o'ziga yetarlicha suvni ola olmaydi. Buni ko'proq hisoblab chiqish kerak. Misol uchun 1 gektarga 1000 ta uzum ekilgan bo'lsa, shunda 300 litrdan suv to'g'ri keladi bir tub tokka. Shunda bundan 2 ta o'rnatsak, har bittasidan 150 litr suv tomish kerak. Shunda to'liq suvga bo'lgan talabi qonadi tokning. Keyin bu uzumlarimiz shpalerda bizniki 4 qator sim tortilgan. Har 50 cm dan 4 qator. Endi shunga eng pastki simga boylab chiqdik bu shilangni. O'rnatib chiqdik. Endi bu turaveradi. Buni yig'ishtirib olmaymiz. Qishning kunida uzumlarni yechib yerga yotqizib ko'mganda ham bu xalaqit bermaydi, tepada turaveradi. Keyin yana qancha suv tomayapti, qaysidan ko'p tomayapti, qaysidan kam tomayapti bemalol tepadan tomgani uchun buni kuzatib turish imkoniyati bor. Keyin ichiga ishlov berishda orasiga, qator orasiga hech qanday bunga zarar yetmaydi. Texnika bilan ishlaganda bunga zarar yetmaydi bu chilanga. Bir xilda tomayapti ko'chatlarga. Endi shundan bir 10 soatcha qo'shamiz. Hamma yoq zaxlab ketadi.